Uyg'urlar qamalgan yig'ilish lagerlarini kasbiy tarbiyalash markazlari deb atab, ular uchrayotgan xo'rliq va zulmlarni rad qilib kelgan Xitoy doiralari lagerlarda tutilgan kishilarning ko'pinchisining jamiyatga qaytganligini aytdi. Xalqaro kechirim tashkiloti Xitoyning bu bayonotini yolg'onga chiqardi. Xalqaro kechirim tashkilotining Sharq Osiyo va Sharqi Janubiy Osiyo mas'uli Nikolas Vagolin bu haqda to'xtalib mundaq dedi. Xitoy Şinjan'da Uyg'ur va boshqa etnik asonliqlarning kollektiv qamab qo'yilishiga bo'lgan andishlarni pasaytish uchun isbotlash imkoniyati bo'lmagan yolg'on bayonotlarni bermoqda. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq tekshiruvchilarining, mustaqil kuzatchilarning va axborot xodimlarining rayonga erkin kirib chiqishiga darhol ruxsat qilinishi lozim. Xitoy Sharqi Turkistonda yig'ilish lagerlariga qamalgan kishilarni Xitoy o'lkalaridagi turmalarga taqitish orqali yo'qotish va assimilyatsiya qilish bilan birga lagerlardagi tutqunlarga kollektiv holda o'lim jazosi berayotganligi o'ttirg'i chiqdi. Erkin Osiyo radiosining xabariga asoslanganda Xitoy o'lkalariga yetkazilgan Uyg'ur tutqunlar terrorchilar deb anga elinib, tek kishilik qorong'u kamerlarga qamalgan bo'lib, soqchilar ularni xohlagancha xo'rlaydi, hatto etib yetalaydi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Səhiyyə Ministerligining ma'lumotlariga asoslanganda Ebola virusi sababli o'lganlar soni 1709 ga chiqqan. Shuning bilan birga Gomadagi davolash markazidan qochgan 7 kishini o'z ichiga olgan 15 kishi sharqiy qismidagi Janubiy Kivu viloyatida Ebola tahdidiga qarshi karantin qilindi. Buning bilan Ebola virusi tahdid bo'lmagan Janubiy Kivu viloyatidami tunji qitim yuqumlanish ahvoli o'ttirg'i chiqdi. Səhiyyə Ministerligining eng yangi uchurlariga asoslanganda Ebola virusida 1709 nafar kishi hayotidan ayrildi. Xitoy doiralari islomni xitoylashtirish siyosati doirasida Sharqi Turkistondan keyin endi tig' uchini poytaxti Bejindagi oz sonli musulmonlarga qaratdi. Doiralar Bejinda halol yemaklik sotadigan restoran, do'kon, qassob va ish o'rinlariga musulmonlarga aloqador belgilarni elib o'tish haqida buyruq tushirdi. Bejingda 11 restoranni ziyorat qilgan Reuters muxbirlari doiralarning do'kon xo'jayinlaridan hilal oy va viviskalardagi arabcha halol degan xatni o'z ichiga olgan barliq islomiy tus olgan narsalarni yo'qotishni talab qilganligini bildirdi. Bir qism organlardan kelgan hukumat xodimlarining musulmonlarning do'konlariga kelib belgi va yeziqlar elib tashlangacha saqlab turganligi ma'lum. F-35 turi doirasida Amerikada ta'lim olayotgan 40 nafar o'quvchi va xizmatchi xodim Amerikaning qaroridan keyin Turkiyaga qaytmoqda. Amerika Mudofaa Ministrligi Turkiyadan bu turdan chiqariluvchi ishlarning rasmiy boshlanganligini e'lon qilgan edi. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava mudofaa sistemasi setib olishi va bu sistemaning Turkiyaga topshirilib berilishiga ergishib, Amerika va Rossiya orasidagi F-35 krizi keskinlashdi.